Bugun Amerika va Isroil Eronda urush boshlaganiga 25 kun bo'ldi. 3 kunda tugamagan urush 23 kunda ham tugagani yo'q. Eronda Amerikaga nisbatan ritorika 27-fevraldagidan yaxshilanmadi. Qaytanga nafrat karrasiga oshdi. Muxolif kayfiyatidagi eronliklar ham Amerikani yomon ko'rib qoldi. Trump urushdan qanday chiqishni, nimani g'alaba deb e'lon qilishni bilmayapti. Bir so'z bilan aytganda, urush chinakam boshi berk ko'chaga kirib qoldi. Rolikda shu haqda gaplashamiz. Videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, iltimos unga like bosing. YouTube videoni ko'proq vatandoshlarga tavsiya qilish uchun bu juda muhim. To'g'ri tushunasiz. Amerikaliklar o'ylab topgan algoritmlar shunaqa. Kecha Donald Trump amerikaliklar Eron bilan muloqot qilgani, bu muloqotdagi ohang unga yoqqani uchun 5 kun davomida Eronga zarba berilmasligini e'lon qildi. Bu energetik sulhdek ko'ringandi. Lekin Trumpning bu postidan keyin amerikaliklar chindan zarbalarni to'xtatdi. Agar rolikni yozayotgan vaqtimiz biror maktabga raketa tashlashmagan bo'lsa, Eronda uradigan nishoning o'zi qolmadi. Amerikaliklar raketasi bir vaqtlar bizning Ulug'bek Baqoyev jimlikka mahkum qilgan Ozodiy stadionigacha yetib bordi. Va Trumpning sulh haqida postidan ko'p o'tmay, Eron AQSh bilan hech qanday muloqot bo'lmayotgani haqida bayonot berdi. Tashqi ishlar vaziri Abbos Araqchi bu haqda rasman ma'lumot berdi. Vaholanki Trump aniq qilib uning vakillari Tehron bilan gaplashgani, eronliklarning ohangi o'zgargani haqida, hatto Eron yadro quroliga ega bo'lish g'oyasidan voz kechishga tayyorligi haqida gapirdi. Keyinroq Amerika nashrlari Trump vakillari Eron parlamenti spikeri Muhammad Boqir G'olibov bilan muloqot qilgani haqida yozdi. Ko'p o'tmay G'olibov ham muloqot o'tkazilganini rad etdi. Eron tomoniga ko'ra, Trump qo'rqqanidan shunday bayonotlar berayotgan ekan. Isroil nashrlariga ko'ra, Steven Uitkov, o'sha Ukrainadagi urush haqida Putindan ma'lumot oluvchi quruvchi. Xullas, milliarder Uitkov Abbos Araqchi bilan 19-mart kuni telefonda gaplashibdi. Suhbatda Araqchi Eron oliy rahbari Mojtabo Xominai AQSh bilan muloqotga rozilik bergani haqida xabar qilibdi. Qizig'i 19-martdan keyin Trump bir necha marta Xominaini hech kim ko'rmayotgani, u qayerdaligi noma'lumligi, AQSh kim bilan gaplashishni bilmayotgani haqida gapirdi. Xullas, bayonotlar juda chalkash. Bilasizmi, menda bir variant ham bor. Balki Uitkovga rossiyalik prankerlar Vovan va Lexus telefon qilgandir. Axir ular qaysi siyosatchilarni tushirmagan deysiz. Yaqinda Rizo Pahlaviyni ham yomon tushirishdi. Bu hazil albatta, o'quyidagilar bu masalada xato qilmasligini bilaman. Lekin bayonotlar chindan bir-biriga zid kelmoqda yoki kimdir yolg'on gapiryapti. Bilasizmi, Isroil nashrlariga ko'ra, Eron mamlakatdagi boyitilgan uranni Rossiyaga yuborish bo'yicha muzokara o'tkazishga tayyor ekan. Qiziq variant. Yadro quroli yo'q Eronda atom bomba yasash uchun uran bo'lmasligi kerak, lekin dunyoda eng ko'p yadro kallagiga ega Rossiyada yana o'nlab atom bombasiga yetarli uran borsa mayli ekan. Ajoyib. Trump Eron bilan sulh e'lon qilgani, Tehron Amerika bilan muloqotni rad etgani, lekin Oq uy rahbari ular bilan gaplashdim deyotgani, bularning hammasi bir narsadan darak beradi. Trump urushdan chiqib ketish uchun chora izlayapti. Chunki amerikaliklar Eronda tuzumni o'zgartira olishmadi. Boshqaruv xuddi avvalgiday davom etmoqda. Hozirgi oliy rahbar ham bir necha o'rinbosar tayyorlab qo'ygani aniq. Odam o'ldirish bilan ish bitmas ekan. Urush boshlanishi xato bo'lganini borgan sari ko'proq odamlar tushunib yetmoqda. NATO davlatlari Amerikaga 2001-yildagi kabi yordamga yugurmadi. Amerika jamiyatida milliardlab dollar sarflanib bo'lgan mantiqsiz urushga savollar paydo bo'lmoqda. Trumpning Tucker Carlson kabi ashaddiy tarafdorlari ham nima bo'lyapti o'zi deb savol bera boshladi. Oraliq saylovlarga ko'p qolmadi. Tez orada jahon chempionati boshlanadi. Mamlakatni urush holatidan chiqarish kerak. Lekin nimani g'alaba deb ko'rsatishadi? Trump mana shu savolga javob topolmayapti. Aytgancha, jahon chempionati deganda sizga bir yangilikni ulashmoqchiman. FIFA Amerikadagi jahon chempionatini yoritish uchun O'zbekistondagi jurnalistlarga sanoqli yo'llanma taqdim etdi. Ulardan biri menga nasib qildi. Ro'yxatdan ham o'tib bo'lgandim. FIFA bizga taqdim etgan kalit Amerika mundialiga borishimizni deyarli kafolatlardi. Lekin oxirgi vaqtlarda Amerika hukumat qilayotgan ishlar sabab men arizamni qaytib oldim. Albatta, amerikaliklar mening borligimni ham bilishmaydi. Biz bunday katta davlat oldida kichik bir zarradekmiz. Lekin men shu tariqa Amerika hukumatining siyosatiga norozilik bildirishga qaror qildim. Bu Xudo tinchlik uchun yaratgan sayyoramizning mendek kichik bir fuqarosi tomonidan qilingan juda kichik manifest.
Shunchaki bu haqda sizlarga aytgim keldi. Men hech kimni Amerikaga bormaslikka da'vat qilmayman. Boring albatta. O'zbekiston milliy jamoasini qo'llab-quvvatlang. Amerika ajoyib davlat. Shunchaki men oxirgi vaqtlarda dunyoda qo'rquv uyg'otayotgan qarorlar chiqarilayotgan davlatga borib, hech nima bo'lmagandek reportaj tayyorlashni istamadim. Jahon chempionatini yoritish masalasida xafa bo'ladigan joyim yo'q. Qatardagi mundialni ochilishidan finaligacha yoritish nasib qilgandim. Aytgancha bu mening qarorim, tahririyatniki emas. Ular ham videodan keyin bilishadi. Xullas shunaqa gaplar. Omon bo'ling. Ertagacha.